Onamni ko'rgani keldim va o'zim bilan podarchkam olganman. Xudo xohlasa mana Ramazon oylari kirib kelyapti. Shunga noodatiy podarka oldim. Osilgan bichib ko'rsataman. O'zi ikkitamanda bundan hozir. Mana shunaqa ikkita kitob. Onam arab tilini biladilar, bemalol o'qiydilar, yozadilar. Men endi o'rganayotgandim. Otam ham arabistlar, ya'ni otam mukammal biladilar, onam esa o'qishni biladi. Shunga mana shunaqa ikkita kitob oldim. Prosta Qur'on kitobi emas. Buni siz yozib chiqishingiz kerak. Aya. Assalomu alaykum. Podarkam bor sizga. Ha? Bunaqa narsa birinchi marta podarka qilishim kerak. Интересно. Da ko'ringchi. Nima ekan ichida? Bismillahirrohmanirrohim. Bu Qur'on kitobi. Buni yozib chiqish kerak. Ya'ni ustidan yozib chiqasiz, yozishni o'rganasiz. Anaqa serios ishonmaysan? Instagramda bitta qiz shunaqa ekan. Mana shunaqa deb qo'ydi, qizim. Alhamdulillah, qarasam qali Alloh yetkazibdi menga o'ziga rahmatlar bo'lsin, mashalloh. Xudo xohlasa Ramazon oylarida o'qib, yozib, Qur'on xatm qilaman o'shanda Xudo xohlasa buni. mana duo qilib, inshaalloh ajr menga har doim duoyimdasan. Narsa bersang, bermasang duoyimdasan. Hamisha omading bersin. Ikkajon salomating, Alloh salomat. Amin. Hech qachon dard chekmay insonlardan qutulib olib. Ochib ko'rmaysan? Mana kattaroq, bittasi rozasi sal kichikroq. O'zim onamga rozvesni oldim, o'zimga qorasidan. Qimdan beri men ham arab tilini o'rganayotgan edim. Shunga menga osonroq bo'lsin dedimki, onam menga qiyin bo'lsinmi, menga qorasini qoldirgin dedilar. Shunga mayli. Men bu rozasini ham ochib ko'rsatmoqchiman. Rahim. Voy, uni nakladkasi ham bor ekan, juda chiroyli. Tabriklar. Bu da turkcha yozilgan. Ichida mana ruchka bilan yurg'izib chiqish kerak. Ham o'qiysiz, ham yozasiz. Inshaalloh ma'nosini ham tushunsangiz va picha zo'r bo'lardi. Bu yerda mana hammasini QR kodlari ham bor. QR kod bo'yicha o'qib beradi ham. Singlim onamga berganimni ko'rib, menga-chi dedi, katta singlim. Shunga men bu rozvesini unga hadya qiladigan bo'ldim. Inshaalloh o'zimga yangisini olaman.